Ushbu ukamiz shotkalab turib kesayotgan narsadan yiliga 200 million so'm sof foyda ko'rsa bo'lar ekan. Ya'ni 4 sotiga ekib turib. Bu nima masalan, ya'ni kavrak ko'chati bo'ladi, bu urug'i bo'ladi, bu ko'chati bo'ladi. Eng qizig'i bu SNG bo'yicha 3-o'rinda turadigan oliy navli sorti bo'lar ekan. Bundan qanaqa qilib foyda qilaman desalar, ya'ni buni odam organizmiga nihoyatda katta foydasi bo'lar ekan. To'liq ma'lumotni Obid akamdan olamiz. Obid aka nimaga foydasi bor? Akajon, bu hozir O'zbekiston bo'yicha suyak yemirilish kasalligi juda ham keng tarqalgan. Bu kavraklardan chiqayotgan biz shiralarni mana bunaqa ang'uza deb kapsula qilib ishlab chiqaryapmiz. Bu kapsulamiz suyak yemirilishiga juda ham foydali, juda ham foydasi effektivni. Buni qobig'i, kapsulasi jelatin emas, cho'chqa yog'i aralashmagan. Bunga faqat biz o'simlikdan ishlab chiqarganmiz. Buni O'zbekiston bo'yicha 300 ming so'mdan sotyapmiz. Eshigini tagigacha 300 ming so'm evaziga 300 ming so'm bilan nima bunda qilyapsiz? O'qib berish kerak edi. Zo'r ketadi. 100 ming so'mga yetkazib beramiz. Bo'ldi. Narsalarni ham aytinglar. Uni men o'zim aytaveraman deyatdim. Mayli. Davay yana shortskiga olib olaylik, keling Obid aka. Video yemirilishi o'zi bilan qolib ketdi-da o'sha. Prosta anu narsani ko'pchilikda kimdadir suva yemirilish bo'lsa. Suva yemirilish, undan tashqari ko'ks arteriya, ya mana, qarang. Suva qarang. Siz olasiz, bunisini aytmanglar. Suva yedirilishi hamda ko'rib turgan narsalarga foyda. Bo'ldi. Siz videoga olib berasiz. Aytib ketaverish kerak, to'g'ri aytyapti o'zi. Hozir faqat nima, dahshat ketadi. Davay boshqatdan keladi, boshqatdan kel. Keling akaxon. Boshqatdan yaxshi ketyapti. Endi yana ham ochyapti. prosta anuni degan. Ey, bosing hozir qizi ketadi.